Daniyal 1-bob. Yahudiya podshohi Yehoyakim hukmronligining 3-yili Babul podshohi Nebukadnezar Yerusalimga hujum qilib, uni qo'rshovga oldi. Egimiz Xudo Yahudiya podshohi Yehoyakimni va ibodatxonadagi bir qism muqaddas buyumlarni Nebukadnezarga topshirib berdi. Nebukadnezar bu buyumlarni Babildagi o'z ilohi uchun yasalgan ibodatxonaning g'aznisiga akirib qo'ydi. Babul podshohi haramog'isi oshpinozga farmon qilib, Babilga elib kelingan asrlar ichidagi Yahudiyaning podsho jamiyati va boshqa oqso'ngaklar oilasiga tava yosh yigitlarning bir qismini o'rdiga boshlab kir. Bu yosh yigitlar 7 asosiy bejirim, kelishgan, farosatlik, bilimi mo'l, aqlliq, har qaysi jihatlarda podsho ordusida xizmat qilishga loyiq bo'lsin. Ularga Babil til adabiyotini o'rgatinglar, dedi. Podsho ularga kunda ordu tomiqi va sharob berish hamda ularni 3 yil tarbiyalab, ondan ordu xizmatiga selish to'g'risida farmon tushirdi. Bu yosh yigitlarning ichida Yahuda qabilasidan Daniyal, Hananiya, Mishail va Azariyalar bor edi. Haramog'isi ularga yangi ism qo'ydi. Daniyalni Belteshazzar, Hananiyani Shadrak, Mishailni Mishak, Azariyani Abednego deb atadi. Daniyal ordu tomiqi va sharob bilan o'zini bulmaslikni qaror qilib, haramog'isidan o'zini pok tutishga ijozat berishini so'radi. Xudo Daniyalni haramog'isining mehr muhabbati va rahimdilligiga noil qildi. Ammo haramog'isi Daniyalga mundaq dedi: "Men podsho oliylaridan qo'rqaman. U sizlarning yemek içmikinglarni shundoq o'rinlashtirgan. Agar podshoh sizlarning boshqa yigitlarga qaraganda ruhsiz turguninglarni ko'rsa, kallamni elishi mumkin." Daniyal haramog'isi tarafidan Hananiya, Mishail, Azariya va o'zini boshqarishga o'rinlashtirilgan qarovulga mundaq dedi: "Sizlar biz xizmatkorlarga ko'ktat va sudun boshqa hech narsa bermay 10 kun sinab boqsizlar. Keyin bizni ordu tomiqi yavatgan boshqa yosh yigitlar bilan selishtirib ko'rsizlar. Ondan o'z ko'zlari bilan ko'rgan ahvolga qarab bizni o'rinlashtirsizlar." Qarovul ularni 10 kun sinab yiqishga qo'shildi. 10 kun o'tgandan keyin ularning qomati ordu tomiqi yegan boshqa yigitlardanmi kelishgan, sog'lom bo'lib ko'rindi. Qarovul ularning ordu tomiqi va sharobni bekor qilib, ko'ktat bilan oziqlanishiga yo'l qo'ydi. Xudo bu 4 yigitni adabiyot va falsafada mukammal bilimga ega qilish uchun ularga aql farosat ato qildi va Daniyalga har xil g'oyibona alomat va tushga ta'bir beralaydigan qobiliyatni berdi. Podshoh belgilagan 3 yil to'shqandan keyin haramog'isi hamma yigitlarni podsho Nebukadnezarning huzuriga boshlab kirdi. Podsho ular bilan paranglashib, yigitlarning ichida hech kimning Daniyal, Hananiya, Mishail va Azariyalarga yetmaydiganligini bayqidi. Shuning bilan podshoh bu 4 yigitni o'z xizmatiga elib qoldi. Podshoh ulardan har qanday bir maslahatni so'raganda, ularning aqli va tushunchasining o'z podshohligidagi barliq sehrgarlar va polchilardan 10 hassa yuqori ekanligini his qildi. Daniyal Babilda Koresh podshoh hukmronligining 1-yiligacha turib qoldi.